Hepsi burada ilovasiga kirganimizda bosh menyudan kategoriya bo'limidan o'zimizga kerakli mahsulotlarni bemalol topib olishimiz mumkin. Buni barchasi oson. Manzil kiritish uchun hisobim bo'limiga o'tamiz va adreslarim bo'limiga kiramiz. Yeni adres tugmasiga bosamiz. Ism familiya o'zingiznikini yozing, qolganini xuddi menday to'ldiring. Bu yerga hech nima yozmaymiz. Xuddi shunday to'ldiring. Istanbul, Fatih, Me'mar Kemaltin. Bu meni ID kodim. Sizni tez ilovangizda o'zingizning ID kodingiz ko'rsatilgan. Turkiya manzilini nusxalab olamiz. E'tibor bering, nusxalab olgan manzilimiz ichidan aynan mana shu joyni yana qayta nusxalab olamiz. O'z ID kodingizni yozing, nusxalab olgan manzilingizni qo'ying, oxirida yana o'z ID kodingizni yozing. Xuddi shu ko'rinishda bo'lsin, faqat o'z ID kodingizni yozing. Bu yerga katta harflar bilan tez deb yozamiz va so'ngida ptichkani belgilab Kaydet tugmasini bosamiz. Tez Turkiya manzili yuklandi. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin.